Hammani uyda konditsioner bor. Bitta biz bechoralar ventilyatorda o'tiribmiz. Obid, bugun 60 gradus issiq bo'lyapti ekan. Yur, ozgina salqinda dam olamiz. Yo, rahmat. Men uydagilarga konditsioner olib beraman deb va'da qildim. Men ishlayman. Yana oshmi? Voy, go'shkammi? Men ham yeyman. Och qoninga lapshi ham zo'r ketadi, ha? Men krossovkaning qorasidan xohladim. Men buni kiymayman. Ey! Shuncha ishlayapsan, yaqinda oyog'ingda tushib qoladi, yangi olsang-chi. Ay, yo'q, shuna chetini kilib olsam, yangidek bo'ladi. 3 yil o'qiganim nima bo'ladi, aya? Voy, siqilma qizim, akangga aytamiz, kontraktini to'lab yuboradi. Ha, krossovka, konditsioner, ro'zg'or hammasiga jo'natdim. Kontraktni ham to'lab yubordim. Ye, qoyil. Hozir. Ho, aya? Bolam, sening to'yim tezlashib ketdi. Bu yil kelmasdan keyingi yil kela qolgan. Ha, xo'p. Hech kim o'zing yaxshimisan demadi. Dadamni musofir bo'lib tushundim. Yana girjanga dori olmay hamma pulni uyiga jo'natdingmi? Erkakni kim tushunadi? Erkak o'lmasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Umri chet ellarda sovrilib, oxir oilam deb o'zini qurbon qilar musofir. Dardini bekitadi, ichiga yutadi uni sho'g'ir.